Xo'sh, efir boshlandim. Biling, hozir shoshmang, to'g'rilib oling. Do'stlar, efirga o'tdimmi? Do'stlar, chat. Plisozlar Yelereski. Klon mashti yurtni boydan. Voy, ikkinchi. Chat qo'yib. Da, mana yozishyapti senga. Brat, nima bu? 4-qismini syomkasini qo'yamiz bolalar. Yuzlarim kraska yotibdi. Davay, chatni yondirib turinglar biza. Cho'tam. Do'stlar, sizlar so'ragan darkan 4-qism olamiz va so'nggi paytni o'zi sizlarga efirga qo'yamiz. Это круто. Yuzingiz Yo'q, jonli ko'rish imkoniyati bor sizlar. Sizlar yuzni qaranglar, ahvolini nimadirlar bo'lib ketyapti. Chunki sizlar men tuzalam qolman aka, birinchi ota. Chunki sizlar do'stlar video chiqqungacha bundan ko'rishingiz kerak, davay. Ol, maqsad olma. Ol, kel. Qanasan klon? Ne qo'ying brat, kerak emas. Yo'q, o ko'rsataylik. Qani? What? Buni qo'rqib ketdi. Yuvot. Do'stlar, hamma yoq bardak. Chatmada o'tdi. Chat qana telefoni qana? Chat o'qiylik. Telefon kimda bor? Darknet tur. Darknet tur deyapti. Chat, Darknet tur kutayotganlar hamma 6 deyapti. Sizning chatga. Derzan taxlashni qaranglar. Bu bola tushunishinglar uchun mana bu oldingilariga qaraganda biza teng emas. Yoshini aytmayapman men. Bilar do'stlar, ya'ni qo'yish. Mana qara. Hamma yoq qo'shib tashladi. Mana buni qarang. Chat ko'rsatdi. Mana qara. Mana nima bu? Bilaver. Do'stlar, bu dacha mana hozir mana qaranglar. Chat, o hamma 80 yozadi. Davay do'stlar, efirda oxirgacha qolinglar, mana qaranglar. Ha! Qo'ying. Mana qara, oyoqlar olganchini ko'rsat. Ha? Nima? Voy, bu oyog'ini. Bu yoqni ko'rsat, bu yoqni YouTube videoda ko'rsin. Tushunishinglar uchun borku, fundamentni o'zi 1,5 metr bo'ladi, keyin uy boshlanadi. Hozir shuncha balandda turganimizda u bizdan baland bo'lib turibdi. Chatmador. Omon aka, bu video qachon chiqadi? Bu video qachon chiqsin do'stlar, men Telegram kanalda aytganman va men Telegram kanal silkasini chatga tashlaymiz. Hozir Telegram kanalga o'tinglar. O'tib video qachon chiqishini aytamiz sizga. Davay. Chiqamiz. Max. Daftar. Maqsad pastga daftar olib kel. Olib kel bor, ichida hech qanday ko'rinmayapti. Boygamlik nima bo'ldi? Azgina nima bo'lgan? Короче, mana bu yuzimdagi narsani men o'zim surganim yo'q. Komanda deb bolalar surmadi. Intrishka bu. Biladi, do'stlar. Keyin sen mendan shubhalanayotganing ham xato. Ne, do'stlar, Gambit aka rostdan klonlarga qo'shilishga qarang, tanamaydilar shu. Как будто men yolg'onchiman. Yolg'on. Qilmagan ishimni qilding-ku. Aka, qiyas videoda ko'rasiz, aka video chiqsa. Xo'p, davayt sal chatlarga javob beramiz. Chunki bilay tutilolmayman. Qaranglar. Chunki do'stlar, hozir tashqari chiqib klon sizlarga ko'rsatib, klon bilan qilgan ishlarimni sizlarga hali ko'rsatolmaymiz. Chunki prямой efir. Ya'ni hozir do'stlar, to'g'ri tushuninglar. Bu informatsiyalarni men sizlarga hozir hammasi ko'rsatib qo'ysam, keyin video qiziq o'yin. Shuning uchun ham YouTube videoni kutinglar bo'ldi. Ya'ni hozir bu informatsiyalar hammasi, bilay fokus olsin. Xo'p. Bu informatsiyalar hammasi sizlarga YouTube video qiziq bo'lishi uchun. Xo'p, qiziqarli. Endi siz yozayotgan tipa chatlarga javob beramiz. Xo'sh. Sardor topildimi? Videoni ko'ringlar berasizlar. Lekin ishoninglar, shunaqa qiziqarli bo'pti, bila. Ham yurak bor-ku, adrenalin chiqib ketadi tashqariga. Bu birinchi efir, menimcha. Da, hech qachon so'nggi payt efir qilmaganman. Umrim davomida birinchi so'nggi paytda efir. Так что bolalar portalashib turinglar, video chiqadi. Xo'p, efir o'sha 4-minutga ketyaptimi? Chat lekin vashi portlayapti, brat. Odam vashi kutgan ekan-da. Xo'p, kim? Bilar, Maqsud kiyimi ham qizilda endi. Kel, qo'shib. Sochini orqaroq qiling. Shaptir. Mana bu nimaligini kim biladi, chat? Mana bu nima? Chat yozinglar, chat. Mana bu nima? Deznat. Yozinglar. Buning ichida bizga shunaqa yangi yozuvlar chiqdi. Voy. Mana buni kim ko'rgan, chat? Mana buni kimdir biladimi? Ha, Keyingi betini och. Voy, stop. Voy. Voy, ko'rsatib qo'yaman lekin ha. Mayli, okey. Videoda ko'rishadi. Bitta ko'rsatib qo'yaymi bo'lmasa? Bitta. Do'stlar, mana shu kitobchada nima chiqqanini ko'ringlar o'zinglar mana bugun. Mana bu kim? Bu Kobra. Darknet 3 tami kelgan klon. Mana bu kim?
Bu nima edi ismi? Da, bu goblin. Bu darkid nechida keldi? Darkid 2da keldi. Mana bu o'rta turgan klonning qaysi biri? Ha? Bularning boshlig'i kim? Bu pastligisi bu. Balkim boshliq Birinchi qismida. Boshliq bu aka, ishoning. Birinchi qismda klon kelgani yo'q bizga. Birinchi qismda qanaqadir oddiy dishov aktyor kelgan. Seriyoz edi, birinchi qismda bunaqa bo'lmadi. Xullas do'stlar, nima bo'layotganini anaqa tushunasizlar. Nima deyapti odamlar? Omon aka, video o'tganini to'g'risi ayting, ichim qizib ketyapti. Ha, endi aytmayman-ku, video nima qilyapti? Shuning uchun ana intrishkalarni ozgina beryapmiz, to'g'ri sizlarga ham qiziq bo'lsin. Da. Xo'p, ana endi sal dachani ko'rsatamizmi? Nima qilamiz qorong'ida? Qorong'ida hamma adrenalin, hamma kayf, shu anu qorong'ida bo'ladi. Baribir qo'rqmoqchimisan, qorong'i bo'lishi kerak. Kunduzi qo'rqib yurmaysan-ku. Ha, men maqsad ol bizlarni. So'san daftar sho'g'lik, daftar to'qmasin. Davay chiq. Все. Kompyuterxona aylanib turinglar. Kompyuterxonaga chiqinglar, men pastga qarab klon kelyapti men. Okey, ketib Da. Hop. Mana bu. Bola syomkani boshlaganmiz. Sal qorong'i tushgandan keyin hamma qiziq joylari, hamma nima bo'ladigan joylarning hammasini hali o'zimiz ham bilmaymiz. Boshlanishni o'zi shuna qo'yib ketdi. Hali darsi что будет? Videoda to'liq ko'ra olasizlar. Maqsud? Maqsud endi bilmadim, jigarsan, вообще. Neytralniy odamsan-da. Voy. Eng qizig'i bilsangiz, o'tgan safar sizni mazangiz bo'lmay tagoy quturib ketgandingiz. Asabim o'ynamagan. Har doim shunaqa qilishadi, borki, har doim. No, bu safar unaqa bo'lmaydi degan umiddaman. Bu video qachon chiqadi? Chiqadi, bolalar. Sabr qilib turinglar. Yaqinda-da. Yaqinlarda chiqadi. Nechta? Da? Ha, shu tansizlar, masalan, pastdan qidiryapman-ku. Nima bo'ldi? Ketyaptimi efir ochdimi? Yo'q, bor, chatda o'qiyapti. Nima bo'ldi? Qachon chiqadi deyishdi. Aytdik, endi Qachon chiqishni aytdingizmi? yo'q, yaqinda chiqadi. Men qayerdan bilaman qachon chiqishini? Stop! Janjal qol. Yaqinroq kelishdi. Eshitasan? Nima deyapti? Ish topinglar deyapti. Kitobni berdi. Ha, kitob. Ish topinglar deb eshitdim. Bitta xonaga yashirinishimiz kerak biz. Shoshma. Kitob bu Bu yoqqa. Bo'ldi, kirma. Bo'ldi, chiqdik. Bu kitob qo'ydik, bo'ldi, eshik olib qo'yib kirmaydi. Birinchidan chiqolmaydi. Kel, qani shu. Sinadan chiqquncha yil o'tib ketsa kerak. Ha, bu klon. Ha, klon! Ha, do'stlar, hozir bu efirga like bosishinglar. Bermang. Turing. Yuzingizni qamab tushmasin, to'g'ri chiqishga qiynalamiz. Aytmadi, boqirasan, aytchumi? Kitobni qanaqa beraman aka? Qani? Siz ko'rinmayapti. Xos. Shoshma. Bilet ko'rinma. Ko'raman bilet. Hey! Ket! Oy, bilet ko'targan. Oy, bilet. Hey! Kimma? Oy, bilet. Ber. Gamadi kirili. Tepaga chiqolmaydi, ishonay. Chiqsa ham aqliga kelmaydi, qonadalik. Bilay qo'rqib ketdim, do'stlar, cho'kib ketdim, bilay. Haligacha bunaqa yaqindan ko'rmagandim. Bo'yi qancha buni? Bilmayman aka. Hali full ko'rganim yo'q, oynadan ko'rib. Mana aka, bo'y tashqaridan sal ko'chda ko'rdim, bo'ldi. Chat, nima gap? kitobni ber deydi. Chimadan. Bo'sh. Chimadan ham yashirish kerak. Do'stlar, video hozir syomkasi bo'lyapti. Video juda ham tez kunda chiqadi. Albatta hoziroq chatlarga pulsni yozib tashlab, video qachon chiqadi to'ldirib yozib tashlaylar. Mehnat ko'rasizlar do'stlar, qanaqa bo'lyapti? Shuncha bo'lyapti. Nima deyapti? Sardor so'rashyapti. Sardor do'stlar, videoni ko'rsanglar bilasizlar, biz ham topishga olamiz. No qiyin bo'lyapti. Gambit aka klonmi? Ha, ko'rsanglar bilasizlar.
Buni qisib olib javob beringlar. Ha, kommentga qo'ying, ana takoy. Ha, takoy, shunaqa takoy. No, hamma do'stlar, men shu bilan efirga ketamiz, a? 10 minut bo'ldi. 10 minut bo'ldi. Qolgan videoni ko'rsin. Chunki hozir hammasi ochiq qo'yaylik. Lekin o'shani do'stlar, men umrim davomidagi eng qo'rqqan videomdan bittasi bu. Darknet ichida eng zo'ri mana shu. Xudo xolisa endi bu yog'ini Maqsudjon o'zi montaj qilib tezroq chiqarsa, bu yog'ini ko'rasizlar. Shuning uchun do'stlar, hozirroq Maqsud tezroq montaj qilib chatga ham yozib tashlasin, chunki shunda tezroq video chiqadi va Telegram kanalga obuna bo'ling, chunki video aynan qachon chiqsin birinchi Telegram kanalda e'lon qilib, undan keyin YouTube'ga qo'yamiz va qolgan joyini aytamiz. Shunaqa do'stlar. Давайте, ana endi bo'lmasam biz ham efir yig'ishtirib, so'ngga kirishamiz. Gamtega iltimos. Bo'ldi. Sen mantar. Bo'ldi, keyin olasiz, qol. Bo'ldi. Qarshi videoni ko'ring, bo'ldi. Efir tugadi, hammaga rahmat, chatni yaxshi ko'raman. Yangi video, Darkin. Ne chiqsam? 4-chi chiqsam, tez kunda. Pagani. Qatta, stop, qatta. Efir o'chirib.